2020 yilga zodi nima ish bo'ldi? 1 gramchilik kammaydigan virus 420 million insonni quritdi. 7 milliard kishi ko'zi bilan ko'ranmaydigan bir maxluq tufayli o'liriga solandi. Bu yil yana chekatga opiti, yer tavrashlar bo'ldi. Janubiy Yerim sharida necha ming gektarlik o'rmonlik ko'yib kulga aylandi. Bu yil yana milyonlagan ma'sumlarning lagerda hech bir gunohsiz tutib turilishiga sukut qilayotgan dunyo bir kishining o'limi uchun tavrab ketdi. Ammo 2020-yilning shuncha qabohatlik bo'lishiga qaramay, biz yana nurg'unlagan go'zal ishlarga shohid bo'ldik. Shundaq, bu rayimsiz 2020-yili 2 millionga yaqin insonni kutilmagan balo qazolar bilan elib ketdi. Ammo biz va siz bu qo'rqinchli yilni xo'sh deyish fursatiga erishdik. Bu yil yuz bergan bir qator ofatlar muhojiratdagi xalqimiz uchun o'lmakning ustiga tepmoqda. Ammo bu tiz bukmas xalq yana tik turdi. Eng qiyin vaqtlarda birlashdi, bir saf bo'ldi. Bularning jumlasidan bu yil bahorda yuqum tufayli ishsiz qolgan tayanchsiz oilalarga, yetim yesirlarga yordam berish maqsadida virus yordam markazlari qurildi. Dunyoning qayerda bo'lsa, Uyg'urlar bo'lsa qiynalib qolmasin degan shuar ostida oldi bilan saxovatchilar sexiylik bilan yordam qo'llarini uzatdi. Bularga agishib, qo'lida kichikkina ishing'ini bo'lgan ko'ngli optob kabi insonlarimiz taraf-tarafdan yordamda bo'ldi. Xalqimiz eng jiddiy vaqtda bir bo'ldi. Yig'ibli tursa mehr yomg'iri, yuragi kimning anga chilashmas. İnsani söygüde insanni söysak, qaysi bir yurak eshikni ochmas. Bir tal sham, yana bir sham tutashtirish bilan nuri ojizlab qolmaydi, deydi Mevlana. Karantina aramızdagi musofirni uzoqlashtirdi, ammo ko'ngil bog'larimizni uzib yetolmadi. YouTube kanallarda doktor ziyolilar, aktiv energiyalik yoshlar taraf-tarafdan kanallarni ochib, bilganlarini yetkazish, xalqni oqartish ishini boshladi. İctimai taratqularda iqtidorli yoshlar guruhi bo'lib, Uyg'uriston, Sarxillar ma'arifi, Ayxon ma'arifi, Ana til tor maktabiga o'xshash go'zal ishlarni vujudga chiqardi yoki ularni davomlashtirdi. Demak, Uyg'ur ruhi bu qattiq yillarda yana bir qaytim isbotlandi. Bularning sirtida internet dunyosida ün-tinsiz holatda bu yilning mart oyidan boshlab Kanada va Amerikadagi bir qancha tajribali o'qituvchilar fidoyi bo'lib, Turkiyani markaz qilgan dunyoning har qaysi joylaridagi ingliz tili o'rganish istagi bo'lgan yoshlarga dars o'tishni boshladi. O'quvchilarning cho'ngi allaqachon 3 bolaga ona bo'lgan irodali xonim-qizlar, kichki o'rta maktabda o'qiyotgan o'smirlar edi. Samimiy niyat bilan boshlangan bu xolisona emgak 3-4 oy davomlashib to'xtab qolmasdan, balki bugungacha davom qilmoqda. O'quvchilarning qizg'inligimi so'p qolgani yo'q. Bu tirishchanliklar yuqum tufayli uylarga solingan vaqtlarda qiladigan ish yo'q, vatanni sig'inib, dard to'kish, qaqshash o'rniga darslarga kirish bilan davom qilmoqda. Bu zimiston oylarda oqko'ngil o'qituvchilarning yetaklashi, jangovar yoshlarning to'planishi bilan bu guruhga allaqachon umidvor insonlarning jamgohiga aylandi. Shundoq, tilga olganlarimiz diasporadagi 10 minglagan xalqimiz ichidagi bir qancha go'zal hikoyalarning tanlanmasi. Mavhum tor dunyosidagi kichikgina birlikning ifodasi. Texmi to'g'risi, dengizdagi muzdaqqa o'xshagan Uyg'ur jamiyatining ko'rinmagan qismidagi bir tosh parchasi. Albatta yana jimjitgina, minnatsiz qilayotgan bulardan yaxshi go'zalliklarning bo'lganligidan va bo'layotganligidan hech bir shubhamiz yo'q. Chunki taklamakondan iborat poyonsiz cho'llikni bo'ston qilgan, bag'ri keng, ko'ngli oq, o'zi ishchan, qo'lchivar xalqimiz egilmas ruhi, kuchlik jasorati bilan yashayotgan yerlarni gul chechak purkiyalaydi.
amaliyotda yuqoridagilar sizning hikoyangiz, uning hikoyasi va mening hikoyam. Biz buncha zo'r bo'ronchapqullar ichida yanada mazmun turayotgan bo'lsak, buning sababi oldi bilan oramizdagi oq ko'ngil, samimiy insonlarning minnatsiz qurbonliklari, o'yg'oq yoshlarning to'xtovsiz tirishchanliklari tufaylidandir. Besimlar tərkəbi turar təpçirəb, qaranğı dünyada yürər təmtirəb, ölümdən heç qaçan qoymas ənsirəb, hər yerdə bir ümid purar Uyğurlar. Yo'qatdi hammani o'ruq tuqqanni, kechirdi do'stim deb pulg'i satqanni, ko'rmaysan ahurib o'ngda yotqanni, oq ko'ngil tiz pikmas ishchan Uyg'urlar. Şu illiq uvular qilindi vayron, yaxshiga uy bo'ldi qorong'u zindan, ah yigit qizlari chat eldi sarson, shundumu tik turar mazmut Uyg'urlar. Qatma-qat tuhmatlar yurtdan haydashlar, kallini yuymoq bo'p yolg'on so'zlashlar, taqib tursimu ilg'ar jibashlar, ruhlari yurakda sunmas Uyg'urlar. Qaraysan turqi yeshidan oshqan, sababi dardidur birar ming patmon, g'oya ham umidi ashu ko'k osmon, umid u o'zlari mag'rur Uyg'urlar. Nabirda ossimu dushmanga cheksiz, ahlini shu qadar suyishar cheksiz, bir Uyg'ur yashmas aslo yuraksiz, mehr muhabbatga to'lg'an Uyg'urlar. Arzusu faqatla güzel bir dünya, hammaga o'zidek ko'yidi go'ya, o'zi bir kulidi bostishim buya, dunyoga uruqliq inson Uyg'urlar. Shundaq, hammamiz bu qari yillarda üşüyotimiz, illiq bir quchoqqa ehtiyojimiz bor. Yalğızlıqda sıqılıvatımız. Ateşki to'lgan ailəyə ehtiyacımız bor. Qadrdanlarımızı seğindik. Bir ko'rishga, hatto ovozini anglashga ehtiyojimiz bor. Bizga eng kuchli bo'lish nisib bo'lmasligi mumkin. Ammo o'zimizning qahramoni bo'la olamiz. Chunki hech qaysimizning hayoti qilchimi arzimas emas. Toki o'z-o'zimizni arzimas qilib etmaguncha. Yashash haqiqatan tas. Hech qaysimiz tömür odam emas, lekin har kimning taqdiri unchalik kajma emas. Toki biz kaj qilib umid yo'llarimizni etib etmaguncha. Hech qaysimizning qalbi muhabbat big' surmigidek darajada tosh emas. İnsan bo'lib yaralgandili yuraklarimizga so'ygi uruq ko'mib etilgan. Biz faqat parvish qilsaqli kifoya. Shundili bir-birimizga xushpuroq gullarni suna olaymiz. Issiq bag'rimizga basa olaymiz. Umid bera olaymiz. Uyg'urum yaxshilarga yo'l berayli. Chidamu sabrlarga qo'l berayli. Tamchi suv so'rig'anga daryo dengiz, hattoki uningdanmi mo'l berayli. Yaxshilik bo'lmaydigan yoqi siqqan, tash atgan nomardlarga gul berayli. O'zidan nafratlansin tishlagan it, tillamay muhabbatga kun berayli. Ketidu inson, lekin qalar dunyo, vaqtliq nom shuhratni ko'zlamayli. İzdinish fikrlarning hikmati bor, uxlamay ilmlarga yuzlanayli. Sabridan halva putar deydi eller, chidamdan boshqasini o'z demayli. Bir sukut a'lo ekan tuman gapdan, bilmasak baho berib so'zlamayli. Fitna fasod tug'ar ekan o'ch adovat, aramizda bilganlarga so'z berayli. Esil huy kulib bakmak canğı rahat, minnetsiz adamlarga o'zgarayli.
shundoq. Hammamizning hayotda bir mushkuloti bor. Ammo qoqshash va ya ochiqlash o'rniga bir eg'iz silih gap qila olamiz. Tabassum sovg'a qila olamiz. Kim deydi sizga musofirga rohatlik yo'q deb? Agar u biz kichik deb qaragan, shu teriqchilik yaxshiliqning orqasiga yoshiringan bo'lsa-chi.